Olma bex sorti eng lider sortlardan O'zbekiston sharoitiga mos kelgan, zang kasalligi ham kam chalinadigan bex bo'ladi akalar. Mana buni ko'chatlardan ko'paytirganmiz. Kecha mevasini ham o'zimiz sotdik. Bugun bozorda akalarimiz 20 ming so'mdan qaytib turishibdi mevasiga. Bu akalarimiz 18 ming so'mdan so'rashyapti. Ko'chatlarga shoshilib qolamiz, sabab soni juda ham oz qolgan. Bemalol o'zimizga aloqaga chiqarasizlar. Mana omborda saqlangan bu xoladellikda bas. Yana bu akalarimizga o'tgan. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumanida, O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Tonnaga ham yutasizlar, zang kasalligi ham juda kam chalinadigan bexlardan. Mana holatini. Bittadan like bosib bexidan boqilaman degan tanishlarga bu videoni ulashib qo'yinglar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumanida.